Voy, Abdulbor aka, ishtahani ochib yubordingiz, aka. Borib ko'ramiz. Bu ovqatni birinchi ko'rganda rost yegim kelgandi, lekin kelgandan mayli. Videoni oxirigacha ko'rsanglar nima bo'lganini bilib olasizlar. O'sha mashhur Shifoijoxonni yegan Komolon milliy taomlariga yetib keldik. Joylashi ham, odamlar ko'p, joyimizni tez tozalab berishdi. Zakazni ham tez olib, tez yetkazib olib kelib berishdi. Ovqatni ko'rinishiga bitta like bilan baho berguningcha bizning mazasiga baho beramiz. No'xatlari yumshoq, bulyonlari shirali, reklama qilinganda mol qo'y tillari solingan. Hasblari ham hidsiz, mazasi zo'r. Bu paylan cho'zilishiga bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Ammo lekin biroq ishtaha bilan yeyotgan paytimda payya orasidan bir dunyo soch chiqib keldi. Umid qilamanki bu sochli odamniki emas. Shu joyida ishtaham buzildi va ovqatni oxirigacha yeyolmadim. Bu joyga kelganlar bo'lsa, kommentariyaga fikrlarni yozib ketinglar. Albatta bu muammoni kafe xodimlariga yetib ketdik. Tuzatib qo'yishadi degan umiddamiz. Eriman deganingga necha yil bo'lib ketdi. Bolam qachon 5 barmoqqa borasan? Uski guruh bilan 5 barmoqga borib ko'ramiz. 5 barmoq yeyish uchun uzoqga borishga erinadigan akalar uchun maxsus. Endi o'z-o'zidan algoritmda 5 barmoq va Xorazm balularni yaxshi tayyorlaydigan yangi oilaviy restoran ochildi. Joylashi ham, atmosfera yoqimli, ham oilaviy, ham ulfatlar bilan o'tirish uchun qulayliklar bor. Salat va suvlarni vaqtida olib kelib berishdi, lekin zakaz qilgan 5 barmoq 1 soat kuttirdi. Zakaz qilmasa ham baluni birinchi olib kelib berishdi. Mazasi zo'r, qisqa qilib aytganda balu. Va nihoyat ko'zimizni o'ynatib 5 barmoqni bulyoni ketidan o'zi ham kirib keldi. Ko'rishlariga kommentda baho berguningcha men bulyonni sirpantirib turaman. Issiqligida jonni rohati-ku bu. Bu videoni 5 barmoqga erish kerak bo'lgan uzki krugiga yuborib qo'yasizlar. 5 barmoqning mazasi ham maromida, ayniqsa surqasiga alohida 5. Qartani ham hidi yo'q. Ochilganiga endi 20 kun bo'lgani uchun ba'zi kamchiliklar bor. Buni rahbarlarga yetkazib qo'ydik. To'g'rilab qo'yamiz deb va'da berishdi. Obzorimiz yoqqan bo'lsa bitta like qo'ying. Shunaqa chestniy obzorlarni o'tkazib yubormasligi uchun bizga podpiskani bosib qo'ying. Bizni bo'lsa limon choyi sirpantirib duo qilib ketdik. Lokatsiya Telegram kanalida bor. Azamat aka, qachongacha majlis qilib yurasiz? Bizning joydan ham chestni o'zib olib bering. Odamlar ishonishni. Gap yo'q shun bolaga borib ko'ramiz. Elbekam so'ragandek Abdur chestniy bo'lishi uchun sherigim Muhammad aka mendan oldin kirib zakazlarni berib yubordilar. Joylar ixchamgina, lekin atmosfera juda yoqimli. Akvariumdagi baluliga alohida 5. Tashqarida havo sal qiynagani uchun zakazlar tayyor bo'lishiga yaqin kirib oldi. Uzoq kuttirmasdan zakazlarimiz keldi. Sizlar kommentda baho berguningcha biz ham mazasiga baho beramiz. Birinchi bo'lib erkatoy erkanam ketmasin deb ichini achchiq narsaga to'ldirib azoblashni boshladim. Buni mazasini tasvirlab berish qiyin. Tushonga bo'lib pishgan go'sht, jalapeno va chili soslar og'zidagi retseptlarni larzaga keltirib yuboradi. Kim meni menga o'xshab achchuni shunaqa yaxshi ko'radi. Da'vogarlar bo'lsa batalga chaqiraman. Keyingi qahramonimizning mazasiga sherigim Muhammad akam baho berdilar. Oxirgacha ko'rganlarga qaraganda mazasi yoqdi. Nomi ham o'zi ham yumshoq bo'lgan taomimizning mazasi zo'r. Ustidagi siri, ichidagi go'shti bilan o'pishib ko'rishyapti. Hech bo'lmasa shunaqa doda go'sht olib berish kerak bo'lgan past og'ayingizga videoni yuborib qo'ying. Qisqa qilib aytganda shumbola taomlarning asosiy fishkasi bu ichiga solinayotgan shirali tushonka go'sht. Bir marta bo'lsa ham kelib mazasini ko'rishni tavsiya qilaman. Uyaltirib qo'ymaydi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, bizga podpiska bosib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Biz har doimgidek limon choyi sirpantirib duo qilib ketdik. Lokatsiya Telegram kanalida bor. Shu ko'rib turgan vaflilardan 2 ta olsanglar yana bitta qo'shib berishar ekan. 20 ta olsanglar 10 ta qo'shib berishar ekan. Shunaqa joyga borib ko'ramiz. Bu joy qayerda ekan deb qiziqayotgan bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'rib, yurakchani qizartirib qo'yinglar. Bu joyda vaflilarni biza yeb o'rganib qolgan usulda emas, turkcha usulda tayyorlashadi. Qo'shiladigan ba'zi masalliqlarni Turkiyaning o'zidan olib kelishar. Vaflilar qarsildoq. Yeganingizda vaflining mazasi bilinib turadi. Vaflidan tashqari xohlovchilar uchun fondyu va shokoladli qulupnaylar ham bor ekan. Ko'rinishlariga va ichiga kommentariyada baho berib ketinglar. Mazasi bo'lsa zo'r. Bir marta mazasini ko'rgan odam qayta kelayotgandan bilvasa bo'ladi. Aytib o'tganimdek bu joyda 2+1 aksiyasi ketyapti. Ya'ni 2 ta olsanglar bitta yana qo'shib berishar. 3 ta og'ayni uski quruq bo'lib kelsanglar, 2 tasiga pul to'laysizlar. Videoni hali ham ko'rib o'tiribsizmi? Tez pochchamga tashlamaysizmi buni? Videoni kimga yuborishni o'zingizlar yaxshi bilasiz. Bu joyning nomi Chokotok, Seul Moon'ning 2-qavatida joylashgan. Har doimgidek biz limon choyi sirpantirib duo qilib ketdik. Aniq lokatsiya Telegram kanalida bor.